Assalomu alaykum, hurmatli dunyoning har qaysi joyidagi aziz qarindoshlar, hammalariniki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim To'g'liq Hamid, Shvetsiyaniki poytaxti Stokgolmda yashayman. Men navbatda bir qancha ish bilan naq maydon qilib qoldim. Qarindoshlarning oldiga yana chiqib qoldim biz bir ishlar bilan. Men bugun bir necha ishlar bo'lgan, undan keyin kallam kelib qoldi. Bugün mana çıkanya qarab şu Salih Xudayarniki. Salih Xudayar şu Amerikanınki nayet çoğ TV'lerde Uygur'nınki şu besibilim Gazzimen, Şarkı Türkistan, onun diken şu irqiy qirg'inchilik, mustaqillik nima so'zi Amerikanınki nayet çoğ medyalarda nayet yaxshi so'zlayotdi. Men kuzatib kelyapman o'g'ilning qilayotgan ishlarini. Hem dikkat qilmay, hem taqitimi. Şu yaşlarning şu diler bilan ikkisiniki bir sodiq qo'llovchilarning birisi deb qarayman o'zimni. Men mana shunday qarasam qarindoshlar, shu necha kun bo'ldi, shu Ukraina vaziyati, shu kirganning yog'i, shu bo'lganning yog'i. Asli qaydovicha shu Dunyo Uyg'ur qurultiyi nurg'un qo'lida masalan men bilaman, bularniki nurg'un matbuotlar bor, masalan BBC'ni ish qila oladi, Amerikadagi nurg'un turli matbuotlarni ish qila oladi. Onundan keyin nurg'un sosyal medialar bilan bularning aloqalari bor, to'g'rilashganda bularniki. Asli mushundaq vaqtda Rossiyaniki prezidenti Putin apandiga embargolar shundaq kelyapti, hamda Rossiyadagi mushlarga. Asli mushundaq vaqtda shu Dunyo Uyg'ur qurultiyi jimda qo'lig'ini tiqib olmay, yaxshi medialarni barliq qo'lidan keladigan imkoniyatlarni qo'lidan kelishcha qilib, shu Xitoyni shu nimaga deyish kerak-ku, bizning vatanda Sharq Turkistonda dalanmisimi, ashadi kishilik huquq dafsanda bo'yotdi. Shunda majburiy emgak bo'lyotdi, tug'mas qilib etilgan irqiy qirg'inchilik bo'lyotdi. Shuningga Xitoy amaldorlariga qattiq yurgizinglar deb Dunyo Uyg'ur qurultiyimi ammo bu chiqayotgan shamoldan foydalanish kerakdi. Mayli u ish ro'yobga chiqsin, chiqmasin, bu o'zimizningki ishini o'zimiz tashib olsak, voy Ukraina voqeasi bo'lib ketdi, voy deb jimmida turib olsak, bu yaxshi bo'lmaydi. Men bugunda necha kun qarsam, shu Salih Xudayarningki shu mediadagi qilayotgan faoliyatini ko'rib, bak so'yinib ketdim bu boladan. Endi adam ishni to'g'ri qilgandan keyin, biz ham uni qo'llagandan keyin orqada turib, endi yaxshi ko'rgandan keyin uni qilayotgan ishlarini, ma'lummicha bir bolaga bir dars versa, imtihon natijasi yaxshi chiqsa, shuningdan suyundi. O'quvchimi o'ziniki shu ma'lumlardan yaxshi suyundi. Ma'lum deganmi bizniki bir umr shu qilgan farzandlarga qon tarini hech qachon qildim, etdim demaydi. Mushu bolami kichik turib, shunchalar hamda menga o'xshash haqoratlarga, meningda va bakarat haqoratlarga uchradi. Bu izchillik degan bek muhimki, bu bola hech qachon tavrab qolmadi. Bu bolaga hamda Amerika hukumati monayda yaxshi imkoniyatlarni yaratib berdi. Oqsaroyning oldidagi namoyish bo'lsin, mayli cho'ng Amerikaniki matbuotlarni, medialarni, TV'larni shu bolaga ekranga olib chiqish uchun shularmi yordam berib, shu qo'llig'ini Amerika hukumatiga rahmat. Shu Dunyo Uyg'ur qurultiyi shunday ishlar kelgan chaqda chimmidi bo'ldi. Tunigan qarsam, Amerikadagi Xitoy virus desak bo'lmaydi deb COVID-19 emas degan ashulaqa Mamatjon doktor degan odam o'sha psixik to'g'riliq so'zlaydi. Ey sen bir psixik, sen Dunyo Uyg'ur qurultiyi siyosiy organmi yoki bir psixologiya so'zlaydigan bir doktorxonami yo bir xalqningki bir nimasiga nima qiladigan. Sen davoni yaxshi qilsang, to'g'ri qilsang, mustaqillik desang, ma chiqayotgan shamollarga top chiqarib berayotganlar topni deb vartaq kirgizalsang, bu chaqda xalqning psixikasi yaxshi bo'ladi. Sen o'zingni birdan-bir davilib. Bu Putinga, bu Rossiyadagilarga bu yurgizayotgan embargolarni ko'rayotgan bo'lgandan keyin, beshidan bu mediada ko'rayotgan bo'lgandan keyin, bu bilayotganmanki, Dunyo Uyg'ur qurultiyi Shvetsiyadagi, Kanadadagi, Amerikadagi tillang desa, gunohlar shu
işlerini silip ekansa, her xil aşı töhmet, batnamlarını çaplığızıp, aşı qılmağanını qılmaydı ekansa, en uçuğa çıqqan rezillikni qıldı ekansa. Yeningda iş tuğsa, aşınыңdan örnek gelip, Xitoy amaldorlariga yoki ma qilayli manda deb, abi Xitoyni biyaram qilgan ishni bo'lsa-mu qilishmamsa, bu sendeki bu vicdan, sen haqdaki bir g'urur, sen haqdaki bir nimancha Uyg'ur millatiga o'chlik qilib ketsa, qaysingning bir yerni Uyg'ur millati tatlig'anma, Uyg'urga, vatanga, ziminga nimancha o'chlik qilib ketsa, Sharq Turkistonda tek lager yepilg'ini yo'q. Qaysingning tuqqanlar kirmasa hesabma, qaysingning bir kirib bir cho'ng medialar so'zlab baqding. Qaysingning ilm yaxshi kirmagini yaxshi yaptı, Bishtal Ro'shan Abbas ilm adamni tiqavatdi deb bütün bir erkek qirg'inchilikni, bütün bir lager 10 milyon adamnikini bir adam nadi deb yurdi konsul Türkiye saran qetish palpatash. Bütün Uyg'ur kirib ketsa, bütün Amerikaning konsullari adam nadi deb o'tirdi. Dava deganni, undaq shaxsiy nas deganni o'zimiz qilamiz. Men bu xuddi parlamentning oldiga chiqib, o'zimning ota-onamnikini o'zim qo'yatgandek, parlament a'zolariga o'zim yezayotgandek. Mushu narsaga qarab, men shunda qo'sqim kelib qoldi, sen haqqi bor-ku, mushu dunyo Uyg'ur qurultiyiga gaqsa, bir nim qildi, pitni qildi, tilladi, og'zini buzdi. Og'zini buzg'idek ishlarni qilyapsan haq. Ning nervisiga tegib. Shunday gaplar qarindoshlar, o'zinglar ko'ryapsizlar buni. Rossiyaga shundaychiq embargolash, podillagash shundaychiq yurgizilib ketdi. Nimishga erkak qirg'inchilik qilyapti deb. Bizga mi erkak qirg'inchilik qilyapti-ku? Bizga mi ashunda xabarlar nimishga dunyo Uyg'ur qurultiyi ishlamaydi ekan, sog'liqniga qarsam, ashuni kelishtirib, o'ynab, toza bir nimada davatidi. Shunda xo'shib ketdim. O qilmadi ish degan jiq mana ish qildik deb, ha, desizlar rasmga chuplam, chiqiriblam biz ish qilyapmiz deb. Shu qilyotgan ishim, voy davlat qursak bo'lmaydi, qo'rqib ketadi, avval demokratiyaga akilamiz, ondan bo'layotgan-ku ana. Mustaqillikdan hozir davlat qurishga Virginia ishkisi qurilib bo'ldi-ku. Bir sog'liqlarniki, bir stillarlarniki, Sharq Turkiston ishlar qurultiyiniki. Bo'lmaydigan ish yo'q-ku, bo'lib qopib ketmaydigan-ku, qo'rqib ketmaydigan-ku. İkincisi, şu Amerika'daki, şu NASA'daki Erkin Sıdık efendim. Bu Erkin Sıdık efendim nayet kızık ki. Bu adam özünün işi bilen bulmay, bir lavzı işlağa, tetiksiz işlağa tolu kiriş valadı adam ki bu. Erkin Sıdık efendim sizin apınız qaysı ay, qaysı güyle tuğup koydu. Ben taza gitmedim ama lekin bir kanlaşmağalı bir günde tuğup kapsız cümlesiz. Ya bir asmanga chiqib bir yo'qolib ketmidingiz. Ya bir NASA'ning mishinlarni qo'yashtirib tok urib bir yo'qolib ketmiding, buni olsa. Paraslab kuyib ketmiding ya. Ya bir motorning orasiga kirib bir bizning bo'lib qolmading. Nimandan achar nima sen? Har yili Ramazon kelgan chaqda din to'g'riliqli so'zlab jidal. Bütün dunyoning diqqati Xitoyda bo'lsa, sanqash maxsus vazifa kelganmi cho'ngdan haydim bor bir yerdan. Keşke şu vatandan kelgan uçur, vatandan biz avliqi UHRP'den Uyg'ur kishilik huquq projektidan aşadan xabarlarni topsak, dunyo Uyg'ur qurultiyining turbatlarini topsak, bu natijalarga chiqmaganti deb bu natijalarga chiqqan g'olam malim so'zlab yurgan shuni sarang'ib qopti odamni degan. Kim chiqib to'g'riga sarang'ib qoldi saqan nazarda. Shunda bu mana chukun bo'ldi. Ya kashkichi bir mezgil Govingo'ning ideyasini shu Uyg'urlarga singdirmoqchi bo'ldim. Bir mezgil bayroq ko'tarmaymiz, bayroq ko'tarsak bo'lmaydi, bayroqni ko'taramiz, bayroqni ko'taramiz dedim. Bir mezgil mushu mustaqillik tavaqqidan Xitoy chiqaribdi dedim. Ya'ni bir mezgil aningdekin mushu din to'g'riliq, ya'ni bir mezgil ona til to'g'riliq. Bir vaqtida Sayram o'g'loniga shu xoin deb aniq konsullar chiqasam ashunaqam chapayib bir ikki tal rasm burun qishladi. O sening mashta chiqitda Xitoy chiqirib o'tdi, shuning qiliqi Dilyar degandek 5-dagi chambarkan va shu o'qiydigan odam chexli deydi chiqsa, havliq qilsa, jidalga solsa Uyg'urlarni. Nima degan bir ishplaslik, sen bir nima degan bu Xitoy oshiqligi sendiki.
Nima degan bir millatga bo'lgan sevgi, millatga bo'lgan bir nima narsa yo'q. Shu Aqso'liq qarindoshlar gap qilmamsizlar ham ishlarga, Do'lqin Aysolarga, shundaq erkin sidiqlarga. Unda qilmama deb. Keşke dinninki. Sen dinni bilamsan, qo'ng'an o'shib namoz o'qib baqdingmi bir haqiqatda? Met namozga chiqib baqdingmi yoki bir şey? O bizga kirgan narsa bu. Sen uni sening belgilaydigan hech qanday haqqing yo'q. Bu to'g'ri jidal chiqarishingning qat'iy hojati yo'q. Har yil mushta jidaldan sen chiqarsan. Diqqatni bir yerga buraysa, butun dunyoning diqqati bir yerda bo'layotgan chog'da, sen u yerdan bu yerdan quyun chiqarsan. Kallangning dadvami yo seninki? Saqmi yo sen sarangmikin deydisan yana. Sarang emasmikin deydisə, yana öyle Los Angeles'te bizning sotlaring bo'layotganda bir ishlarga axir avarchiqdan o tugab qopdi-da, bika bo'lib qopsa. Ya nasaning o'yliqi lopaynaklarni qurashtirib bir aynakning parchasi beshingga kirib ketdim ya manga. Vatanning kelgan uçurlar ve bütün jadi jamoatdan bilan Amerika tutsan ananingdiki vatandan san uçur kelamda. Biz mavu g'arbning mediasidan, YouTube'dan, u yerdan bu yerdan o'zingning qurultiyninki tashkilotingni topgan narsani chiqarsak, bizni xoin deysak. Bularni chiqartibdi deb. Sen vatandan kelgan uçur, san vatandan nereden keladi? O'ylashib gapyotamsan, sen o'ylashmay gapyotamsan. Vatandan san kim uçur bera oladi o'sha kunda? Lager yeni başlanğan çağdılar, ben sende boğan diqqətim. Aş çağda mening xoşlamniki boğandım, bir tal toxosu batdı. Şunun da bir çıqıb biləqi görüş meyfan qıb bədi. Şu bir tal toxosu tikədib, şu toxonun gepini qıb şugandan sən şu lager 2017-mi, şu videorundamı 2018 şu lager şu vaxtlarda. Yaponiyaga chiqqan chaqdimi shu siyosatkorlashmanglar deb o'quvchilarni bir turkum ashadimi bir muncha territoriyan tuzib qo'yib Eşyanımı qamal qilib deb undan keyin Amerikaga berib yurgan tongo sanmi? Ya Allah, Xudoyim, ya Allah, Uyg'ur xalqininki baxtiga, omadiga Zumrat Tursun adimiz bilan ikkimizniki ota-onalarimiz ikkimizning beshiga eg'ir kunlar kelib mana haqni so'zaymiz deb oldiga chiqibdik. Bo'lmagan bo'lsa, har ishda bir hikmat bor deb Şu uydagilarning ish bilan ishlar chiqib, xeyli bir ishlar bo'ldi, o'ng qanotlar tuzilib, mustaqillik, o bo'jiq narsalar echilib, o bu bo'lmagan bo'lsa, sen haq yapli yutatdingkanda Uyg'urni va qo'y chiqib. Numusmi qilmaydi ekansan, bo'g'oy bir numus qilish o'jayrang yo'q-ku, bo'g'oy qaysingniki. Mening ballalarim bor, kelinim bor. Ertaga o'chaqliq bo'ladi. Bu sat, vatan mustaqil bir kun bo'ladi. Vaziyatlarda o'zgarish bo'layotdi. Unda qilmay Munafiq bet ketib qolmay o'tadi. Yoki opanglar dadamni qavrni ochib tik o'tirib ketib qolganda yotolmay tuzak. Musho nacharlik qilib ketib qolganlaringning ota-onangmi shu xotirjam qavrni ochib yotqizmayotgansa gunohlarning. Bu sani nima qo'ydi vatanda lager chiqmasdan 2010-yillarda degan 2016-ning u yoqida vatanninki jo'shaylar Abdat Abdurishidlar etnamozga kiratdi, uni qiladi, buni qiladi. Sen bir çatalliklarning huquqini belgilab bergan sen kimding sen? Qo'ng qismizdan haqiqat bilan o'zingning ishni jumamsa, o'zingning sohasida jumamsa, nima bo'lsa bu ishlarga kirib ketishkicha, maqsading jidal chiqarish seninki ketishkicha. Ey Xudoyim, ya Allah, ajoyib ish qilib qo'ygan shu Amerikaga cho'nglarninki hamon bir tetiqsizlari ama yaxshilari bek yaxshi oltonga belgisiz men bilan cho'nglarga aloqasi bor. Yaxshi gaplarni qiladigan. Amma 80%ning vaqo Hubirnidan cho'shqining burundida tushgan go'ylar ekansa, eliqi sekularist to'g'riliqmi chiqqan chaqda ne tom 15 tom kitob yozgan ne ziyolilar bor. Jimmidi quloqni yepib, ko'zni tutib, burunni tutib elib purab qolmishsin deb. Bir yığız çıkıp açtı qorluq düşəndiriş verişmədən ne ziyalilərim var oturub. Maş cidal olub dikin xalqның kalıstı ötdü. Dövlətin olmasa toğurğun. Dövlətin olmasa sana nə ana til, nə din, sana nə zimin, nə baylıq, nə pasport, sana nə kişilik hüquq. Qılıq var deb qilayver ekanmish erkinsizlikmi? Başka işin yok seninki. Zerikip qalgan aylan bilan mashunda chiqib
Anandaki yana bir gapni deb qo'yaman, iliq Mao Shvetsiyachi iliq bir bir davlatlardan emas. Iliq bir 2 dunyo urushiga, 1 dunyo urushiga qatnashmagan Mao Shimoliy Muzokiyanda belgili ta'sir kuchi bor. Bir davlatning birisi bu. 2 dunyo urushida butun jasuslar mishallar qechib kelib panohlik tilab. Bularning istixborot o'rinlari xeli yuqori, unchalik to't emas qarindoshlar. Bu birisini saqchiga berma, birisini sotqa berma desa, bu qo'rqib ketib, qo'rqmanglar qarindoshlar, nimadan qo'rqsiz? Saqchiga kiryapti, bir atal bu kofeni ichib o'tirib chikitish degan bu yaxshi ish. O saqchi bir seni o'tiratnikini anglablam, qo'yiz qo'lig'i qo'yizini seplam och ketmaydi. Bu demokratik ellar yashayapmiz. Men o'zimninkin deb beray. Masalan, meni birisi chaqsa yoki bir nima qilsa, Shvetsiyaning saqchilari kelib tutib turgan bir bizdan ma deb qo'ysam, endi bizdan mana domal paytso yo bir Ilidaryo yo'l paytso saqchixonasi emas bu. Dunko'rik saqchixonasi emas bu tutib ketilgan. Vaqting bormi? Qaysi tarjimonni ishlatsa, ermi, ayolmi? Ishlagan bo'lsang, ishingga taqashmasin deb bunda vaqtlarni berib, undan keyin kel deb o'tirib, stress bo'tamsa, qo'rqatamsa, choy ichamsa, kofe ichamsa deb undan keyin nim bo'lgandi deb so'raydi. So'ragandan keyin deganki ish qadamniki to'liq manbalarini akilamiz. Akagandan keyin uni selishtirib, uni qonuniy bunda yo'l chiqirdi. Bir oyda 1,5 ming dollardan ortiq boj to'lab, eshakdek ishlab berib olsam, 11 yilning yog'i, men ya bir qora pul yutib baxmasam, ya qochoqchilik qilib baxmasam, ya bir adam sotmasam, ya bir munofiqlik qilib baxmasam, ya men bir bojog'urlab baxmasam, bir nima deb qo'ygan qilib apirib qallanglarni ishiltib, bunda gaqilinglar, gaqisinglar bog'i. Bir adamni chiqib, kirgizib etish, bir adamni qilib Amerikada Aşındaylık ügünüp qaptı ki, xalqlarga tey qalpığını kesib, aşı kigizib qo'yib, yana bir nima qilib, yana bir nima qilib, aşında ügünüp qaptı ki. Hem de qo'pib, oyak. Bilal İbrahim Türkistan'ın kelgan adam meni tappa deb, to'g'liqni tappa deb, men kapti qo'y mishaga. Mishadi, buna qo'y, men turibman qo'y. Lavuzlashpa bir fikrlarini chiqarib, Hanımı soraydı. Hem işinin yolunu. Ondaki mana çıkın manga bir yerden da gap gelip oy o dolqın Aysa'nın deyişçi dolqın Aysa Dilşat Reşit bilen gapleşip ki Dilşat Reşit Tuğluk Hamitni Şvetsiyanın sotu koymakçı ki. Külüp gittim ama koy. Dilşat Reşit meni Şvetsiyanın sotu koy. Aşı nimege verir, nime dep verir ki desem Dünya Uyghur Kurultayını tilledi. Dünya Uyghur Kurultayını tilledi deb basa utanmaydı. Keyinde onu degen bir moncha chiqatganlar bor. Nijat Turg'un bor, Nijat Turg'unni berma deb baxtda jimib oldi. Ruqiya Turdoshni berma dedi, yana jimib oldi. Sog'liqning bahsi oldi, chog'da Dilyar Musabayning bahsi oldi, 10 ming kishilik imzoliklarning bahsi oldi. Uningda utanmaydi chatrashiyat. Bana telefon qilsa men deb beray qaysi yo'l bilan tutib oldig'ini. Kelganning yog'i bir katman to'p chapmaysa, ilaqindak yashab pensiyaga chiqib elib, oxirini men demay, shu kinishkan bilan sotib qo'ramsan laqva. Bir insonning bir aqliga keladigan bir gapni qilish. Quvonini qisib, ilq beshingni cho'kirib elib, jimmidi jumay. Dünya Uyghur Kurultayının bayonotchi so'g'andan keyin demamsa chiqib, qilmamsa bayonotlarini mana mishta vaqtida xavsuchiga tazu usta, xavsuchini tazu yaxshi bilsa, o'sha Shangangninkidan tatib bosh yo'yama, shundan tatib shu Poton xalq jammini bilsa, maqol tamsillarini bilsa, butun sistemasini bilsa, tilmamsa, demamsa, bayonot bermamsa, men seni chiqib kultura milrari dema, madaniyat qirg'inchiligi dema. Bo'lmasa chiqma undan mediaga dedim. Hozirmi maydonim shu. Sening bu da'voning Uyg'urnikin sen chiqib deganingga sening deganingga bo'lib qolmaydi. Sen degan qurultayga vakolatan da'vatchi butun bir men Uyg'urniki deb o'tagan. Men chiqib yo'q dedim. Undaq desang bo'lmaydi dedim. Chunki sen hozir birdan bir emas dunyo Uyg'ur qultiyi. Qo'lig'ingni ding tutib anglayman. O'zingni silkib o'taysan faqat.
Sen mi özüňden maýlysy birini urup etdi şatraştman sen dap goýar. Sen bir soğak sudy çakynyp etşendiňmi? Qalayma kan toly sözler we me biýede bädäňden eri olmagan eken men. Özüňden kanday ýaşawatgyny biledigan sen Şwitsiýada. Ben jyk gap qılmay, sana jyk temaga kirmay, bopda çoň adamke birle ýaşaýdyk. Namazlarda bir ýerlerde birle bolup qalsak, etaýamlar birle bolup qalsak satdymysyň? Digenler yerim bar. Sotqa beradigan adam berime dep goýmaýdy, ýoşurun, mähbi, jimjigit iş kelidi. Bolmasa taýýarlyk küçüp ketidi. Men go dep bolgan go 24 saat terbiýe alatda mende. Şwitsiýada çoň adam, küçük adam. Sotumga degen meniň keýnim degen 100 ýakyn tuqqanlarym bar go diýmen. Aşy kelen, oçy, boçy, hemmesi. Ay bütün aş zümret adamlarymy çakyrma akep. Hemme aşy dost agylarymy akilime bütün ýerden. Ay oturup bir kösün şu sotny, şu sot şunda bir bop baksın. Aşynda bir sotny bir qylly. Bämemse mana Ukrainanyňky çykkandan keyin irqi qırgınçylyk bolýardy. Biznikiň ma nimelernikiň toxutdyňlar dep. Bu qymamsa taýyam aşy Trump hökümetiniňki Pompeo apandım çykyryp bergen aş topnamy tüzük tepip warta kirgizişni bilmewatsa, o topga piçak tıkıp ýelen çykyryp barsa wago warta kirgizgan iş ýok. Topny ýeriyip barsa täpkin olmaýdygan goýup barsa. Waýa biz milletning ýaýlamy görüp atgan günimiz sen goýlanyň golugy çyp galgan dawa, sen haknyň golugy çyp bir çoşkunyň burundyly düşken goýnan bollar kelse wago. Nime degen naçarçylyk bu, nime degen kasmakçylyk, nime degen meýnatçylyk. Daýym, tawba kıldım, tawba. Azrak emmanlarniki belkim kayfiýatyňlaryny çeçip goýdum. Aň ahyrda men sizlerge bir tal humor dep bere dünýä uýgur kurulty aýyt. Müşo ilqi adamlar ölgen çagda ilqi meşargah meýdanyga ýygyldy diýdi. Bizninki ulug kitaplarda, endi geplarda. Ýa bir zaman kelip bütün adamlar ýygyldy ekan go. Ýygylyp şunyň bilen ýesap kitap goýup şunyň bilen çoşqa Hudaga nala qıp qalar ekan. Ey Hudaýym, meni ajaýyp sat, meni ajaýyp meýnat, ajaýyp ýarty etip dikense, bir ömür aşy dünýäde men harlykda meşindaq ötdüm. Sen meni nimişkim muşda ýartyp goýgansa dese, keýinge qarap baqa onda depdiki, aş keýine şunda qarsa dünýäye gurgurtyklar. Gato türketke goý joga çoşq goý kilkitir ekan wago. Ojo Hudaýym rahmat sizge dep ustu qıladigan işni qıldy ekan. Bopda onda olsa qarindaşlarım sen, maşo videoni, maşo güla kögüş taqtip qo'yinglar.